Umuman shirinlik pishira olmaydiganlar ham albatta bu shirinlikni pishira oladi. Ishni tayyor Napoleon xamirimizni yoyib olishdan boshlaymiz. So'ngra qolip yokida oddiy kosada oltiga kesib olamiz va 200 gradusga pechga uzatamiz. Ikkinchi Napoleon xamirimizni ham yoyib, lentikalarga bo'lib, folga yordamida turbichkalar yasab va 200 gradusda qizib turgan pechga buni ham pishirib olamiz. Turbichkalarni o'ragunimizcha birinchi ko'rishimiz ham pishib chiqdi. Xona haroratida turgan sariyog'ga sug'ushonka moloko qo'shib mikserlab olamiz. Kremimizni teng yarmini boshqa idishga olib qo'yib, qolgan yarmiga fistashko'yi pasta qo'shib mikserlab olamiz. Endi esa tayyor Napoleon korjlarimizga ketma-ketlikda krem surib, Napoleonlarimizni terib olamiz. Endi esa o'zini chetidan chiqqan urug'larni ustiga sepib, xohishga ko'ra bezatib olamiz. Dangasa Napoleonimiz ham tayyor. Mana endi navbat ikkinchi shirinligimizga sovigan turbichkalarni qolipdan yechib olamiz va ichlarini nasatka yordamida fistashko'yi krem bilan to'ldirib chiqamiz. So'ngra turbichkalarimiz ustini ham kremlab, o'zini urvog'iga belab olamiz. Ikkinchi shirinligimiz ham tayyor. Men golubika orqali bezab oldim. Siz esa o'zingizni fantaziyangizga qarab bezab olishingiz mumkin. Qizillashini qaranglar, ta'mi ham shunga yarasha. Umuman shirinlik pishirishni bilmaydigan qizlar ham mana shu shirinlikni pishirib ko'rishingizni tavsiya beraman. Hammaga yoqimli ishtaha.